Voy onasini hamsin, tahrikkam. Maftun, yana daraxtda o'tiribsanmi? Yurani vali cho'loq bolalarni yig'ib kelibdi. Bar borimdan dalasini chiqarib keling. Yur ona qizim. Mana bugun qishlog'imizda juda uzoq kutilgan futbol o'yini Valla cho'loq komandasiga qarshi Shermat akamning 9 o'g'li va bir qizi to'p suradi. Jvachkani tashalanka. Nalaring bolalar, shiorimiz o'tirgan o'rnimiz shot ekan, yutqizib qo'ygan. Men qara, eski taktikani qilasan, tushundingmi? G'uvani Alijon kichkina bor-ku, shortigidan tortsan, bor. Hayzilla, malaqqacha ke olib qolsan, ya malaqqacha ke. Opa, ko'rdingmi Shermat? Ana kichkina tirmizayinga aytgan, bolamni tusigidan tortib o'ynamasin. O, nabi cho'loq jonga tegdik, o'zingga ham, sekundan ham. Birinchi taym tugadi. Ata, alularingizni qilib qo'yapti. Ona qizim, mana mendan ichki 4 ta gol uramiz hozir. Zo'ru. Qarang, tez bor. O'yin tugadi. Shermat akaning gollari yutdi. Endi menga qara Shermat. Mayli bu safar yutding, lekin meni qizingni baribir o'zim kelin qilaman. Voy, nima deyapsan? Cho'loq. Yaxshi o'yinchi senga beraman. Mambo Italiano, hey mambo.